Assalomu alaykum azizlar, kanalimga xush kelibsizlar. Tushda qo'y ko'rish nimani anglatadi? Shu haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'taman. Agar kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar azizlar. Mani kanalimda qiziqarli yana ko'p tush ta'birlari bor. Tushingizda agar qo'y ko'rgan bo'lsangiz, dushmaningizni yengishga va maqomingizni ko'tarilishiga, ya'ni ko'tarilishingizga, kuch va obro'ga ishora qiladi azizlar. Bir niyatingizni amalga oshishiga ham ishora qiladi. Agar tushingizda qo'chqorni so'yib, terisini shilganingizni ko'rsangiz, hayotingizni yo'lga qo'yib, ba'zi yomon odatlaringizni tashlab, ishlaringizni yo'lga qo'yishingizga va yaxshi mazmunli hayotga qadam tashlashingizni ishora qiladi. Qo'zichoni agar erkalaganingizni ko'rsangiz, qo'zichoq ko'rsangiz tushingizda va u qo'zichoni erkalaganingizni ko'rsangiz, Alloh nasib qilsa qilgan yaxshiliklaringizni samarasini olishingizga va bir tilagingizni amalga oshishiga ishora qiladi. Umuman olganda azizlar, qo'y bu niyatingizni amalga oshishiga ishora qiladi. Agar bitta qo'y ko'rgan bo'lsangiz, o'sha bitta bir oyda yoki bir haftada shu bir niyatingiz amalga oshadi. Agar masalan 3 ta qo'y ko'rgan bo'lsangiz, 3 hafta yoki 3 oyda bir niyatingiz amalga oshishini anglatadi. Qo'y azizlar har doim ko'pincha qo'y bilasizlar, jannatdan chiqqan hayvon hisoblanadi. Shuning uchun azizlar, qo'y bu bir niyatingizni amalga oshishini anglatadi azizlar. Ayniqsa oppoq qo'y bo'lsa, sabr bilan kutgan bir niyatingizni amalga oshishini anglatadi. Ilohim xayrli tushlar ko'ringlar har doim. Allohga omonat bo'ling.